O'rtoqlaringda nima muammo? Hammasi joyidami? Voy bolam, muammo degani yo'q, hammasi joyida. Hokimga, prezidentga rahmat. Izohlarda o'qiymiz. Yer osti yo'liga kirish. Muammoni aytganini kelayotgandi, cho'kib ketdi. Muammo do'dan oldiga yetib kelmadi. Hammasi joyida, chunki muammo joyida hal qilyapti. Narinniya saltanatiga o'tishding nega? Qanday yo'qotib qo'ymasam bo'ladi shu kommentni? Suv ostidan narigi ko'chaga o'tib ketdimi shunda? Voy bu, anu bola kelajakka ketdi. Bu o'zimiz chuqur begonasi yo'q. Muammo bor edi. Ana suvga cho'kib ketdi, endi yo'q. Ana orqasida suv tushib o'ldi, suvga tushib o'ldi. Orqa fon doim qiziqda. Muammo suvni tagiga cho'kib ketdi. Muammo bor edi, lekin cho'kib ketdi. Bola qishloqdagi sun'iy ko'lni reklama qilmoqchi edi shekilli. Muammoni aytgani kelayotgan edi. Garvardga kirishni qishloqcha usul. Komment o'qib mazza qildim. Tepadagi 3 ta kommentga qotdim, lekin haqiqatdan ham